Shahar chetidagi eski binolarning birida istiqomat qiluvchi professor mahalla orasida juda hurmatli, kamgap va madaniyatli inson sifatida tanilgan edi. Uning yagona qiziqishi antiqa qo'g'irchoqlar yegish edi. Ammo hech kim uning yerto'lasida aslida nimalar sodir bo'lishini bilmasdi. Bir kuni shaharda ketma-ket yosh qizlar yo'qola boshladi. Politsiya hech qanday iz topolmasdi, na qon, na kurash asoratlari, na guvohlar. Faqatgina har bir bedarak yo'qolgan qizning uyiga bir hafta o'tib, galati bir sovg'a kelardi, kichkinagina, g'oyatda aniqlik bilan ishlangan qo'g'irchoq. Detektiv bu ishni o'rganar ekan, bir narsaga e'tibor berdi. Qo'g'irchoqlarning ko'zlari haddan tashqari tirikdek porlardi. U ulardan birini ekspertizaga berdi. Natija hammani dahshatga soldi. Qo'g'irchoqning ko'zlari shishadan emas, balki tirik insonning ko'z qorachigidan tayyorlangan edi. Detektiv izquvarlik qilib professorning uyiga keldi. Professor uni juda ochiq chehra bilan kutib oldi. Qiziqishingizni tushunaman, detektiv. Mening kolleksiyam dunyoda yagona. Men go'zallikni abadiylashtirishni yoqtiraman, dedi professor xotirjamlik bilan kofe uzatar ekan. Detektiv yerto'laga tushishni talab qildi. Pastga tushgani sayin havo muzlab, qandaydir shirin, ko'ngilni aynitadigan hid anqiy boshladi. Chiroq yonganda esa detektivning qo'lidagi to'pponchasi yerga tushib ketishiga sal qoldi. Yerto'la devorlarda o'nlab qo'g'irchoqlar turardi. Lekin ular matodan emasdi. Professor qurbonlarini maxsus kimyoviy moddalar bilan mumlab, ularni tirik haykalga aylantirgan edi. Ularning yuzlarida olim oldidagi dahshat emas, balki qandaydir g'ayritabiiy, muzlab qolgan tabassum bor edi. Bilasizmi, detektiv, pichirladi professor detektivning ortidan kelib. Inson tanasi vaqt o'tishi bilan qariydi, chiriydi. Men esa ularga abadiy yoshlik va go'zallik berdim. Ular og'riq sezishmaydi. Faqat bitta muammo bor edi. Professor qo'lidagi o'tkir jarrohlik pichogini ko'rsatdi. Ular tabassum qilishni xohlashmasdi. Men ularning yuz mushaklarini tirikligida kesib, kerakli shaklga keltirishimga to'g'ri keldi. Eng qiyini ovoz paylarini kesish edi, chunki ularning chinqirigi mening ijodimga xalaqit berardi. Detektiv o'ziga kelishga ulgurmay tepadan qulflangan eshik ovozini eshitdi. Professor kofe ichiga kuchli uxlatuvchi dori qo'shgan edi. Detektivning ko'zlari xiralashib polga yiqilar ekan, professor uning tepasiga kelib engashdi. Sizning nigohingizda qat'iyat bor ekan, detektiv. Siz mening kolleksiyamdagi birinchi erkak qo'g'irchoq bo'lasiz. Xavotir olmang, jarayon juda sekin va san'atkorona kechadi. Men hali terini shilib olishning yangi usulini sinab ko'rmoqchi edim. Ertasi kuni politsiya bo'limiga yangi posilka keldi. Quti ichida detektivning kiyimidagi kichik qo'g'irchoq va uning haqiqiy barmoq izi tushirilgan xat bor edi. San'at qurbon talab qiladi. Xulosa. Ba'zan eng dahshatli yirtqichlar o'rmonda emas, balki yonimizda, ziyoli qiyofasida, xotirjam tabassum bilan yashaydi. Bu hikoya har bir insonning ichida yashirin bo'lishi mumkin bo'lgan zulmat haqida ogohlantirishdir.